Surxondaryoda Sarasadan uydan dehqondan ikkita bir xil jona sotiladi. Videolik davomida ko'rib o'tamiz. Uydan dehqondan olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Bu video siz uchun. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Qanday videoni boshladik. Salom, Sara bilan Surxon Media kanali. Bu videolar hammasi Surxondaryoda Sarasa Sharg'ondan uydan ikkita ho'kizcha sotilar ekan. YouTube'da Surxon TV kanalida hamda G'iyosbek Xuromov YouTube kanalida chiqayotgan video. Instagramda Surxon Chorva Otbozor Surxondaryoga chiqadi azoblarimiz. Uydan dehqondan ikkita ho'kizcha oladiganlar bo'lsa, marhamat. Ikkalasi ham yosh ho'kizcha ekan, tishi yorgan ekan. Bemalol boqishga olishingiz mumkin. Ikkovi ham bir xil parada, joydor mollar. Qarang. Ko'rishingiz mumkin, yuvoshgina, yaxshigina mollar. Mana orqa taraflarini ham ko'rishingiz mumkin o'charimiz. Mana shunday katta-katta yosh ho'kizchalar sotilyapti ekan. Xo'p, ikkovi ham tishi yorgan, bemalol olib, yem berib boqib, katta qilib sotishingiz mumkin. Eng qizig'i, xalqqa narxi necha pul? Narxini uy egasi 20 milliondan baho qo'yapti. Ikkita ho'kizchani kelishtirib beramiz deyapti. Kelib ko'rasizlar, savdo qilasizlar, kami bor. Endi bozorga ham 20 degan bilan savdo qilasizlar, 50 millionlik molni ham savdo qila olasizlar. Buni ham xayr barakasi bor, o'tar qaytari bor. Kelib ko'rasizlar, savdo qilasizlar, kelishtirib beradi. Surxondaryoda Sarasa Sharg'ondan uydan dehqondan ikkita ho'kizcha sotilar ekan. Ho'kizchani oldi taraflarini ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu birinchisi, bu ikkinchisi. Ikkovi ham bir xil ho'kizcha, mana ko'ryapsizlarmi? Mana shunday ho'kizchalar uydan sotiladi. Narx qanday? Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. 20 degan bilan kami bor, kelishtirib beramiz deyapti. Video yoqsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizlar bilan G'iyosbek Xuromov hamda Surxon TV kanali, Surxon Mediani 2-3 kanallariga chiqayotgan video.